Alisher Navoiy o'zbek shoiri bo'lish bilan birga o'z davrining ulug' olimi, mutafakkiri ham edi. Navoiysiz Temuriylar davri fani va madaniyatini tasavvur etish qiyin. Alisher Navoiy ilmiy tadqiqotlari va izlanishlarining katta qismi tabiiyki, til va adabiyot, tarix bilan bog'langan. Shu ma'noda 1490-1491 yillarda Majolis ul Nafois tazkirasini yaratish bilan Alisher Navoiy o'z davri adabiyotiga, uning ijodkorlariga o'ziga xos haykal o'rnatdi. Unda 15-asrda Xuroson va qo'shni mamlakatlarda yashagan shoir, yozuvchi va olimlar jami bo'lib 459 kishining hayoti va yozgan asarlari haqida noyob ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga tazkirada bu ijodkorlarning yutuqlari va kamchiliklari, o'ziga xos xususiyatlarini ham ko'rsatib o'tgan. Alisher Navoiy nasriy asarlari orasida, nasriy merosi orasida alohida bir o'rin tutuvchi, juda ham katta bir ilmiy adabiy qimmatga ega bo'lgan asar bu Majolis Nafois tazkirasi hisoblanadi. Bilamizki, tazkiralar o'rta asrlarda Sharq nasrining asosiy turini, asosiy janrini tashkil qilgan. Umuman nasr deganda o'rta asr adiblari shu birinchi navbatda tazkiralarni, tarixiy asarlarni, insholarni nazarda tutishgan. Va Navoiy ham albatta ana shu an'anaviy janrlarning hammasida ijod qilgan, shu jumladan tazkiralar ham yozgan. Va albatta bu o'sha davr adabiy muhitini, o'sha davr umuman adabiyotini o'rganish uchun juda bizga qo'l keladigan bir manba hisoblanadi. Albatta tazkiralar Navoiyga qadar ham yaratilgan. Biz bilamizki, mana Avfiyning tazkirasi bor, Lubobul Albob deb ataladigan. Undan keyin Navoiyga yaqin davrda mana Davlatshoh Samarqandiy tazkirasi mashhur. Abdurahmon Jomiy ham o'zining Bahoristonining bir qismini o'sha shoirlarga bag'ishlagan tazkira sifat bir qismi bor. Ana shular ham juda katta bir biz uchun qimmatli bir manbalar. Lekin Navoiy bularni o'sha ahamiyatini e'tirof etgan holda, bu asarlardan foydalangan, o'qigan, juda katta bir ularga hurmat bilan qaragan holda boshqacha bir tazkira yozish ehtiyojini sezgan. Bu o'sha muqaddimada aytadiki, bu shu aytilgan tazkiralarning hammasida deydi, o'tgan kechgan shuorolarida deydi. Men endi deydi shu Sulton Husayn boyqaro zamonidagi shoirlarni hammasini shu ijodi haqida fikr bildirib, nomlarini bir abadiylashtirish maqsad qildim deb o'zini tazkirasini, ularnikidan farq qiladigan jihatlarini ko'rsatib o'tadi va shu tariqa mana shu tazkira ana shu muallifning niyatiga mos ravishda yaratiladi. Bunda Navoiy o'sha nimalarni majlislarga bo'lishda shoirlarni xuddi ana shu narsani mezon qilib olgan. Ya'ni yoshligida ko'rgan yoki bo'lmasam ular yashagan, ijod qilgan vaqtda bu yosh bola bo'lgan, ko'rmagan, keyin yoshligida ko'rgan, keyinchalik birgalikda ijod qilgan, mana shu tariqa qilib joylashtirib 8 ta majlisdan iborat asar va undan keyin oxirida bitta xilvat deb atalgan bir qism ham bor. Mana shu o'rinda ham Navoiyning bir novatorligini ko'ramiz. Chunki xilvat degan so'z odatda oddiy so'zlashuv nutqida yolg'izlik ma'nosida qo'llanadi. Tasavvufda yana o'ziga xos ma'nosi bor. Navoiy buni adabiyotshunoslik terminiga aylantiradi. Asarning bir qismini anglatadigan so'z sifatida. O'sha 8 ta majlisdan keyin xilvat deb atalgan qismni qo'shadi Navoiy. Va aytadiki, odamlar deydi, majlisda o'tirgandan keyin deydi, o'tirib keyin yolg'izlikka deydi ehtiyoj sezadi deydi. Majolis ul Nafois, ya'ni Nafislar majlislari asari turkiy tazkirachilikning ilk namunasi bo'lib, unda berilgan qalam ahli haqidagi ma'lumotlar yillar, geografik o'rinlar hamda sulolaviy tartiblarga tayanib joylashtirilgan. Asar 8 qism, ya'ni 8 majlisdan iborat. Yana bir o'ziga xos xususiyatini aytib o'tadigan bo'lsak, bu endi eng asosiy xususiyati ham deyishimiz mumkin, eng qimmati ham deyishimiz mumkin. O'sha davrning adabiy hayotini, manzarasini chizib beruvchi asar.
bundan boshqa mukammal o'sha davrni chizib beradigan adabiy hayotini, o'sha davrdagi yozuvchilar haqida ma'lumot beradigan, adiblar haqida ma'lumot beradigan boshqa mukammal asar mavjud emas. Va yuqorida aytganimizdek, mana Davlatshoh Samarqandiyning tazkirasi, Avfiyning tazkirasi, Abdurahmon Jomiyning Buxoristondagi bitta qismi ham bag'ishlangan. Ular birinchidan juda ham qisqa. Bu nima? Jomiyniki juda qisqa. Ularniki o'sha o'tmish shoirlarga bag'ishlangan. Nimaniki? Avfiyniki ham, Davlatshohniki ham. Bu Navoiyniki eng asosiy bitta uni qimmatini belgilaydigan xususiyat bu zamondoshlariga bag'ishlangan. Zamondoshlariga bevosita o'zini davridagi adabiy hayotga bag'ishlangan. Biz bu yerda endi adabiyotimizni, Turkiya adabiyotini rivojiga juda katta hissa qo'shgan nimalardan o'sha lutfiylar deymizmi, Mavlono lutfiylar, Atoiylar, Gadoiylar, mana shunga o'xshagan buyuk shoirlarni ham ko'ramiz. Bundan tashqari o'zi qurbi yetganicha shu talanti, iqtidori imkon berganicha adabiyotga o'ziga yarasha hissa qo'shgan o'rtamiyona shoirlar haqida ham ma'lumotlar bor. Hattoki shoir bo'lmasa ham vaqti bilan shu nimasi bor endi. She'r yozishga iqtidori bor, qobiliyati bor, hamma nimasi yetadi, lekin boshqa ishlarga berilib, boshqa nimalar o'zini umuman she'riyatga butunligicha bag'ishlamagan odamlar ham bor-da. Ana ularni ham alohida Navoiy ta'kidlab o'tadi, ularni ham qo'shadi va shu tariqa o'sha o'z davrining adabiy hayotini mukammal bir manzarasini yaratib beradi. 8-majlis. Ana o'shu majlis ham ilgari qisqaroq bo'lgan. Birinchi nimasida, variantida. Keyingi variantda bu ham to'ldirilgan. Mana shu tariqa muallif asarini bir mukammal bir holga keltirgan va bunaqangi tazkira bu adabiyotimiz tarixida boshqa mavjud emas. Mana shu sababli bu asarga keyin ham ko'p taqlid qilishgan, bu asardan ta'sirlangan nimalarimiz keyingi davr tazkirachiligiga juda katta ta'sir ko'rsatgan bu asar. Tazkira degan so'zning o'zi arabchada zikr qilmoq, qayd qilmoq, yozib qo'ymoq ma'nolarini beradi. Navoiygacha bo'lgan davr adabiyotida tazkiralar arab va fors tojik adabiyotida ancha shuhrat qozongan edi. Navoiyning Majolisi Nafois asari, ya'ni Nafis majlislar asari ham jo'g'rofiy, tarixiy nuqtai nazardan va albatta shoirga, ijodkorlarning qay darajada yaqinligi nuqtai nazardan muayyan bir majlislarga ajratilgan. Dastlabki majlis bevosita Alisher Navoiyning yoshlik paytlarida o'zi eshitgan, asarlarini yodlagan ijodkorlarga bag'ishlanar ekan, ilk majlisning dastlabki ijodkori sifatida Alisher Navoiy o'z yoshlik 4 yosh bilan 5 yoshlarimda ko'p aytib yurardim deydi. Rendemu oshiqimu jahon so'zu joma chok bo davlati g'ami tuzi fikri jahonchi bok deb ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lardim shu baytni aytib deydi. Qosim Anvar bilan boshlaydi. Demak, Shayx Qosim Anvarga bag'ishlangan ko'plab ijodkorlarni nomlarini sanab o'tadi. Alisher Navoiyning asarida keltirilgan maqolalar ixchamligi, qisqa lo'ndaligi bilan va lekin juda mukammalligi bilan ahamiyatga ega. Masalan, umumiy ma'lumot berilar ekan, oxirida agar olamdan o'tgan bo'lsa, qabri qayerda ekanligi to'g'risidagi ma'lumot bilan fikr tugatiladi yoki hayot bo'lsa agar ayni paytda qayerda yashayotganligi to'g'risidagi ma'lumot ham keltirib o'tiladi. Majolis ul Nafoisdagi eng diqqatga molik masalalardan yana biri shundan iboratki, unda o'zbek tilida ijod qilgan 39 nafar shoir haqida qimmatli ma'lumotlar bor. U o'zining Muhokamat ul Lug'atayn asari va devonlariga yozgan debochasida shoirlarni o'z ona tillarida ijod qilishga da'vat etgan. Tazkiraning 2-majlisida shoir bolaligi va yigitlik paytida suhbatlariga musharraf bo'lgan shoirlar haqida hikoya qilinadi. Bu majlis mashhur tarixchi Zafarnoma muallifi Sharafiddin Ali Yazdi zikri bilan boshlanadi. Majlisda Alisher Navoiy o'zining tarbiyasi va ijodiy kamolatiga alohida ta'sir ko'rsatgan taniqli shoirlar haqida ma'lumot beradi. Xususan Alisher Navoiy Mirzobek haqida yozar ekan, uning juda erta vafot etganini, badiiy jihatdan yetuk baytlar bitsa-da, ularni yakuniga yetkazmaganini afsus bilan bayon etadi. Xususan uning
ko'zing ne balo qaro bo'libdir, kim jonga qaro balo bo'libdir deb boshlanuvchi matlasini tugatib o'z devoniga kiritganini aytadi. 3-majlis Abdurahmon Jomining tavsifi bilan boshlanadi. Biz bilamizki, Jomi va Navoiy o'rtasidagi ustoz shogirdlik, pir muridlik, do'stlik munosabatlari juda mustahkam bo'lgan. Navoiy bularga qisqa to'xtalib o'tadi va keyingi majlis Pahlavon Muhammad Alisher Navoiyning yaqin do'stlaridan bo'lgan, Mashhadda yanada yaqin munosabatlar bo'lgan Pahlavon Muhammadga to'xtaladi va Pahlavon Muhammad to'g'risida maqolani oxirida aytadiki, turli fikrlar, qarashlar bildirildi uning nasabi to'g'risida. Ammo bu fikrlar, ixtilof qilingan fikrlar yolg'on ekan. Men bularni aniqladim degan gapni shoirning o'zi ham aytadiki, demak, bu o'rinda biz aynan Tazkiravisning ijodkorga bo'lgan munosabati va tarixiy haqiqatlarni aniq, yorqin ifoda etishiga guvoh bo'lamiz. Keyingi majlis endi Amir Davlatshoh to'g'risida, 6-majlisda bevosita Samarqand hayotiga Navoiy to'xtaladi va kengroq bir planda, kengroq bir jo'g'rofiy territoriyani hisobga olgan holda yondashadi. Bu Ahmad Hojibekning vasfi bilan boshlanadi. Ahmad Hojibekka atalgan maqola bilan boshlanadi. Ahmad Hojibek Alisher Navoiy Samarqandda yashagan paytda Samarqand hokimi bo'lgan, vafoiy taxallusi bilan she'rlar yozgan. Navoiy shu o'rinda Majolisi Nafoisda eslatib o'tadiki, shoirlardan biri vafoiy taxallusi bilan she'r yoza boshladi Hirotda. Keyin uni chaqirdim oldimga va unga zamoniy taxallusini taklif qildim. Birinchidan, u badiiy zamonning mulozimlaridan biri edi. Ikkinchidan, uning she'rlari bevosita o'sha ruhga tushar edi, zamon ruhiga. Va yana bir sababki, o'zidan ulug' bo'lgan bir mana shunday inson vafoiy taxallusi bilan she'rlar yozardi degan gapni aytadi. Bu ham Alisher Navoiyning vafoiga nisbatan yaqin bo'lganligi, mehr bilan qaraganligini ko'rsatadi. Umuman vafoiy to'g'risida ko'p ma'lumotlar keltiriladi ekan. Alisher Navoiy keyinchalik aytadiki, Xorasonga kelib muayyan bir muddatda Hirotda ham boshqaruv ishlarida ishlagan deydi. Tazkiraning 7-majlisi Amir Temur va Temuriylar ijodkorlar zikriga bag'ishlangan. Unda Sohibqirondan boshlab Sulton Ali Mirzogacha jami 22 Temuriy haqida so'z boradi. Umuman 7-majlisda Temuriy ijodkorlar, ularning ijodga bo'lgan munosabati, Amir Temurdan boshlangan bu an'ana. Yana Amir Temur garchi she'rlar yozmagan bo'lsa ham ijod ahlini, san'at ahlini qo'llab-quvvatlaganligi, she'rni nozik tushunganligiga alohida to'xtaladi shoir. Va shu tariqa ayrim ijodkor temuriylarining xarakter xususiyatlariga ham bevosita to'xtab o'tadi. Masalan, shulardan biri Abdullatif Mirzo haqida to'xtalar ekan. Shunday donishmand otasini deydi, bu o'tar dunyoning minnati uchun olamdan o'tishiga sababchi bo'ldi degan bir fikrni aytadi. Sohibqironni ham qo'shgan nimaga Navoiy. Juda chiroyli o'sha hikoyat keltirilgan. O'sha paytda Amir Temurning o'g'li Mironshoh Mirzo Tabrizda hokim bo'lgan. Ko'p shikoyatlar kela boshlagan ustidan. Ko'p ichishi, g'alati ishlar qilishi. Keyin Amir Temurga aytishganki, uchta nadimi bor, ya'ni ham ulfatlari borki, doim ichishiga shular sababchi deb chiqishini aytadi. Shular ichida Ali Abduqodir Go'yanda ham bo'ladi. Keyin ularni jazolash haqida Sohibqiron buyruq beradi. Ularni haligi buyruq olgan odam borib ikkitasini topib jazolaydi, Abduqodir Go'yanda qochib ketadi, uni ushlanmay qoladi. O'shalarda Iroqlarda qochib yuradi. Keyin Amir Temur yana Iroq yurish qilgan paytda keyin nimalari xabar berishadiki, shu atrofda yuribdi ekan degan. Ushlab kelishadi keyin. Ushlab kelgandan keyin u hofiz ham bo'lgan ekanda, juda zo'r hofiz bo'lgan ekan. Nimani huzuriga olib kirishlari bilan baland ovozda Qur'on o'qishga boshlagan-da haligi joyda. Keyin Navoiy yozadiki, Sohibqironni deydi, g'azabi deydi, lutfga mubaddal bo'ldi deydi. G'azabi deydi, lutfga almashdi haligi joyda deydi. Va o'sha yerda keyin o'sha haligi Abu Said Abul Xayrning chiroyli bir misrasini, qalandar qo'rquvdan Qur'onga chang soldi degan bir misrasini keltiradi. Navoiy hazratlari tazkirasida Mirzo Ulug'bekka ham alohida to'xtalgan. Ulug'bek Mirzo donishmand podshoh edi. Kamolati bag'oyat ko'p edi. 7 qiroat bilan Qur'oni Majid yodida edi. Hay'at va riyozini xo'p bilur edi. Andoq kim zich bitdi va rasad bog'ladi.
va holo aning ziji oroda shoidir. Alisher Navoiy Majolis ul Nafois asaridan. Shohruh Mirzoni nimasida keltirilgan hikoya ham juda qiziq, bu ham chiroyli lavha. O'sha u ham mashhur bir odam haqida, o'sha Ustad Qovomiddin me'mor degan kishi bo'lgan, tarixi juda mashhur. O'sha Hirotdagi, boshqa katta shaharlardagi ko'plab arxitektura yodgorliklari, me'moriy yodgorliklari nimasi shu kishi bo'ladi, me'mori. Qovomiddin, Ustad Qovomiddin nomi chiqqan. Lekin bitta qurgan nimasi Shohruh Mirzoga yoqmagan, bitta qurgan imorati. Shundan keyin ish buyurmay qo'ygan unga, chaqirmay qo'ygan. Undan keyin u kishi endi ular ham baribir zakaz olish kerak, tekshir qilish kerak. Saroy ayonlarini ishga solib, o'zini nimani esiga solib, Shohruh Mirzoni esiga solish uchun nimadan ham xabari bor ekan, taqvimdan. Va shuni bir tuzib, nima sadr orqali deydi, nimaga taqdim qildi deydi. Keyin nima kulgan ekan Shohruh Mirzo chaqirib. Endi bu nima tuzish u tepa bilan bog'liq, yulduzlar holati bilan. Bu me'morchilik yerdagi. Sen endi yerda ishlarini boshlading, endi osmon ishlariga o'tding degan ma'noda bir she'r o'qiydi haligi joyda Shohruh Mirzo. Juda chiroyli, o'sha vaziyatga muvofiq bir she'rda. O'shaning uchun Navoiy shunday keltiradi-da, bular deydi ota-bola ekovlari ham, garchi o'zlari she'r yozmasa ham she'riyatni shunaqangi tushunar ediki, deydi, nozik deydi. Va o'sha vaziyatga muvofiq she'rlar o'qiy olar edi deb, hatto o'sha maxsus shoir bo'lmagan kishilarni ham mana shunaqangi bir xislat qobiliyatlarini keltirib o'tib ketadi. Bular ham hammasi albatta ham o'sha tarix shaxslar haqida ma'lumot berish, umuman o'sha davr haqida ma'lumot berish, davrning axloqi, adabiyoti haqida bizda juda katta bir tushunchalar hosil qilish nuqtai nazaridan ahamiyati juda ham katta. Tazkiraning so'nggi 8-majlisi to'laligicha Husayn Bayqaro ijodiga bag'ishlangan. Shoh bo'lgan Husayn Bayqaro ham Alisher Navoiy zamonasida she'rni juda nozik tushungan va san'at ahlini yaxshi qo'llab-quvvatlagan. Biz Alisher Navoiy siymosi, Alisher Navoiy qanday shaxs va ilm ahliga, san'at ahliga, adabiyot ahliga, umuman bu yerda nafaqatgina bu fanlar, hatto geografiya bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina masalalarga oydinlik kiritamiz. Alisher Navoiyning adabiy xarakterdagi fikr qarashlari yoki tanqidchi qiyofasi yana ham yorqinroq namoyon bo'ladi va o'ziga xos bir uslubiy qarashlarini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Atoyi she'riyatiga baho berar ekan Alisher Navoiy Atoyidan bayt keltirib, "Bu sanam kim suv yaqosinda paritik o'ltirur, g'oyati nozikligidan suv bilan yutsa bo'lur" baytini keltiradi. Yaxshi voqea bo'libdir. Lekin qofiyasida aybg'inasi bor deydi. Aybi bor demaydi. Aybg'inasi bor degan chiroyli lutfni keltiradi. Va lekin shu yerda ammo degan fikr bilan yana qaytib shoirni oqlaydi. Ammo turkona aytur edi. Qofiyaga unchalik ham e'tibor qilmasdi. Shundan bilamizki, demak, turkona uslub erkinroq bir ko'rinishda yozilgan ekan. Shu tariqa Alisher Navoiyning bu asari, ya'ni Majolisun Nafois asari faqatgina ma'lumot xarakteridagi ijodkorlar yoki tarixiy davr, muhit haqidagi fikr qarashlarini bizga uqtiribgina qolmasdan, uning boshqa asarlarida keltirilgan ma'lumotlarni to'ldirib, ular o'zaro muqoyasa qilinganda, ular o'zaro qiyoslanganda ko'p fikrlarga oydinlik kiritadi. Deylik, Alisher Navoiyning she'riyatda shunday bir misra bor. Bir shafiydir ul pok sifat, kim muammoda chiqarmishdir ot. Biz endi lirikadagi bu fikr qarashlarini bevosita Majolisun Nafoisga yondashib qiyoslaymiz. Ayrim manbalarda, ayrim asarlarda Shafiiy so'zi bosh harf bilan berildi. Ayrim bir kitoblarda kichik harf bilan berildi. Xo'p, endi Majolisun Nafois nima derkan deb Majolisun Nafoisga yondashsak, bu muammo fanida yetuk bo'lgan shaxslardan biri, o'z davrida yetuk bo'lgan shaxslardan biri Husayn Muammoiy bo'lib chiqadiki, nima uchun Shafiiy? Shafiiy degan so'zning ma'nosi himoyachi, himoya qiluvchi ma'nosini beradi. Ya'ni shunday ekanki, Husayn Muammoiyning huzuriga farzandlarini olib kelsa, ota-onalar yaxshi ta'lim berar ekan, o'qitar ekan, mudarris ekan. Lekin agar farzand yaxshi o'qimasa agar, shunda ota-onani chaqirib aytar ekanki, borib farzandingizga biroz tanbeh bering. Yaxshiroq o'qisin, harakat qilsin. Ammo zinhor meni aytganimni aytmang. Keyin mendan ko'ngli og'rib qolmasin va juda qattiq tanbeh bermang deb shirin muomala qilar ekan. Shundan ma'lum bo'ldiki, ayrim bir qarashlar, fikrlarga Alisher Navoiyning Majolisun Nafois asaridan biz aniqlik topamiz. Demak, tarixiy davr, ijtimoiy muhit bilan bog'liq bo'lgan qarashlarga oydinlik kiritib beradi.
mutafakkir taskirada shoirlarning bilim darajasi, axloqi, dunyoqarashi, mehnatga munosabati kabi xususiyatlari alohida ko'rsatilgan. Har bir shoirga berilgan tasnif uning ijodidan namuna keltirish bilan asoslangan. Navoiy o'z davri adabiy muhitining qizg'in manzarasini, adabiyotdagi poetik janr va turlar rang-barangligini ko'rsatib bergan. Asar qiziqarli va sodda, ravon uslubda yozilgan. Fikrlar puxta va ixcham ifodalangan. Taskira 15-asr o'zbek ilmiy nasrining go'zal namunasi hisoblanadi. Biz birinchi o'rinda muallifni o'sha bag'ri keng inson sifatida, adabiy hayotning tashkilotchisi sifatida, adabiyotning homiysi sifatida ham bu o'rinda ko'ramiz. Juda o'sha ko'plari ana shu taskirada keltirilgan shoirlarning katta qismi bevosita shu Navoiyning homiyligidan bahra olgan, aytaylik moddiy jihatdan o'shalar qo'llab-quvvatlangan ana shunday insonlar ko'pchiligini Navoiy o'zi turli joylardan odamlardan eshitib, shu iste'dodi bor, talanti borligini eshitib chaqirib kelib, o'sha poytaxtdagi adabiy hayotga nima qilgan, qo'shgan, hatto sultonga tavsiyalar qilgan. O'sha paytlarda maxsus she'riyat o'tirishlari, she'r majlislari uyushtirilgan. Navoiyning huzurida ham bo'lgan bular, sultonning huzurida ham bo'lgan va o'sha Navoiy o'zini huzurida avval bir nimadan o'tkazib, ana undan keyin sultonning huzuridagi majlislarga yoshlarni tavsiya qilgan. Bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan hodisada. Adabiyotning rivojlanishiga, bevosita adabiy jarayonga juda kuchli ta'sir qilgan mana shu jihatdan Navoiy. Ularning ayrimlarini endi keltirib ham o'tgan o'sha nimada. Qanaqangi bir ularga g'amxo'rlik qilgani, qanaqangi bir yordam bergani. Shohni hatto o'zini bevosita ularga ko'rsatgan g'amxo'rligi bular hammasi keltirib o'tilgan. Va eng qizig'i mana shu asar o'sha jiddiy asar albatta bu. O'sha bizga adabiyot haqida ma'lumot beruvchi, shoirlar haqida ma'lumot beruvchi, lekin o'rni bilan, ya'ni bu endi taskirani adabiy asarga, badiiy asarga yaqinlashtiradigan xususiyatlarida shoirlarning hayotidan, adiblarning hayotidan, o'sha davrdagi mashhur kishilar hayotidan qiziq voqealarni ham Navoiy keltirib o'tadi. Qiziq hangomalarni keltiradi. Bular ham bevosita nimaga bog'liq? Adabiyotdan uzoq emas bu hangomalar ham. She'r bilan bog'liq, she'riy bir nima tortishuvlar bilan, adabiy hayot bilan bog'liq. Bu tomondan albatta bular ham qimmatga ega. Lekin haligi ayni paytda bular o'quvchiga badiiy zavq ham beradi. Navoiy shoirlarning ma'naviy qiyofasiga ham alohida e'tibor bilan qaraydi. Ulardagi izchillikka berilish, fitna fujurga moyillik, bezorilik kabi nuqsonlarni qattiq qoraladi. Ijodkorlardagi sofdillik, mehnatsevarlik va boshqa fazilatlarni ulug'ladi. Alisher Navoiy taxallus tanlash bilan bog'liq bo'lgan qarashlar. Navoiyning o'zi Navoiy foniy taxalluslari bilan ijod qilgan. Alisher Navoiy taxalluslarini tanlash uchun juda ko'p mezonlarga tayanganligini yaxshi bilamiz. Va taxalluslar to'g'risida gapirar ekan, Navoiy bir ijodkorga to'xtaladi va aytadiki, bu Ali deydi. Devonasor kishi edi. Bu devona bo'lmasa erdi, bu Ali taxallus qilurmerdi. Ya'ni undan oldin yashab o'tgan ulug' shaxslardan bir Abu Ali ibn Sino shunday taxallus bilan ijod qildi, asarlar yozdi, Sharqda va G'arbda mashhur bo'ldi. Endi bu aynan shunday, shunga ishora qilib taxallus tanlabdi degan gapni aytadi. Demak, Navoiyning tutgan o'rni, qarashlari, adabiyot haqidagi, tarix haqidagi, ijtimoiy tuzum, muhit haqidagi fikr qarashlari bu asarlarda mana shunday yorqin va aniq misollar bilan, hayotiy hikoyalar bilan ifoda etilgan. Ayrim bir ijodkorlarga munosabatda bo'lar ekan, Navoiy bevosita ulardagi qaysidir bir kamchiliklarni ham ochiq-oshkora aytib, shuni tuzatishga undaydi va xalq bilan uzoq bo'ladigan ijodkorlarni biroz qoralaydi. Deylik, Yahyo Seybak to'g'risida gapirar ekan, Yahyo Seybakni aruz ilmida ancha shuhrat qozonganini aytadi. Ammo yozgan asarlar unchalik shuhrat qozonmadi. Sabab nimada? Sababi xalqdan biroz uzoqda edi, elga aralashmasdi. Ashraf to'g'risida gapirar ekan, asosiy ishi faqat xamsa mutolaasi va xamsa navistlik bilan xamsa yozish bilan o'tdi. Xalqdan uzoqda edi degan gapni aytib o'tadi. Va Binoiy haqida to'xtalib o'tiradi. Binoiy hamma ishni boshlardi, lekin hech bir ishni kamolga yetkazmasdi.
hammasini to'xtatib qo'yardi. Oxir oqibatda tariqatni ixtiyor qildi, ammo bir piri ustozi yo'q edi. Shundan keyin tana dashtomarga chida olmasdan oxirgi Hirotdan chiqib ketdi, Iroq tomonlarida emish degan bir fikrlarni Navoiy aytib o'tadi. Endi mana bu yoshlarga ustozlik, yoshlarni to'g'ri yo'lga olish jihatidan-ku umuman bu asarni nimasi yo'q, qiyosi yo'q. Har bir nimasi qo'yadi. Masalan, Osafiyni aytadi. Bu endi haligi samimiy bir yomonlik nuqtai nazaridan emas, samimiy, chin yurakdan o'shalarni haqiqatan ham bir ijodda yutuqqa erishsin, adabiyotda nimasi qolsin degan ma'noda haligilarni o'sha kamchiliklarini, boshqalarini aytadi. Osafiyni aytadiki, avval qobiliyatini aytadi. Juda katta qobiliyati bor, lekin deydi, haligi olibtagarchilik qilib boshqa bir ishlar bilan deydi vaqtini o'tkazyapti degan gapni aytib o'tadi. Boshqa shunaqangi yosh shoirlarda ham o'sha beparvoligi bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa qandaydir yo'l qo'ygan kamchiliklarni albatta aytib o'tadi va bular endi beg'araz bir samimiy bildirilgan fikrlar. Lekin o'sha adabiyotdagi salbiy hodisalarga nisbatan keskin nimalari ham bor o'sha joyda. Bu tomonda ham bu o'rinda biz endi bu kishini juda ham prinsipial bir tanqid sifatida ham ko'ramiz. Qanchadan qancha nimalarni juda ham bir haligi yozgan o'sha she'rlari talabga javob bermaydigan, umuman she'r deb atashga bir loyiq bo'lmaydigan nimalarni ham keltirib ochiq fikrini Navoiy aytadi o'sha. Hatto o'sha plagiat haqida ham bir shoir haqida yozadi-da, lekin deydi, hamma biladiki deydi, o'zi she'r yoza olmaydi, birovga pul berib she'r yozdiradi deydi. Mana bunaqa kishilarni ham fosh qilib, tanqid qilib o'tadi. Mana bularning hammasi bu asarni juda katta bir haligi adabiyotshunos nuqtai nazaridan bebaho bir manbaga aylantiradi. Majolis ul Nafois boshqa xalqlar tillariga ham tarjima qilingan. Asarning 15-asr oxiri, 16-asr boshlarida ko'chirilgan bir necha nusxasi Vena, Parij, Baku, Sankt-Peterburg, Toshkent va boshqa joylarda saqlanmoqda. Bu asarning qo'lyozmalari ham o'zimizda bor. Boshqa qo'lyozmalar saqlanadigan chet eldagi fonlarda ham bor. O'zimizda mana shu Sharqshunos instituti qo'llanma fondida 7 tasi saqlanadi. Endi ko'proq bular keyingi asrlarga tegishli qo'lyozmalar, lekin baribir hammasi o'ziga yarasha qimmatga ega. Majolis Nafois asari adabiyotshunoslikda ko'p o'rganilgan, tadqiq qilingan, fikrlar aytilgan. Asardagi mana asosiy endi tadqiqot ishlari albatta adabiyotshunos olimi, O'zbekiston qahramoni Suyma G'aniyeva tomonidan olib borilgan. Bu kishi bu asarning tanqidiy matnlarini yaratdi. Undan keyin professor Abduqodir Hayitmetov bu asarni adabiy tanqidiy, Navoiyning adabiy tanqidiy qarashlari monografiyasida bevosita aynan Majolis Nafois Alisher Navoiyning adabiy tanqidiy qarashlari, tanqidchi sifatidagi qiyofasi qanday bo'lgan, shuni yoritib berdilar. Navoiy nasr bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlarda mana adabiyotshunos olim Qodirjon Ergashevning ishlarida biz ko'ramiz. Navoiy nasr bilan bog'liq bo'lgan qarashlarda Majolis Nafoisga munosabat. Umuman barcha olimlarimiz, ular tarixchi bo'lishi mumkin, ular geograf bo'lishi mumkin, adabiyotshunos bo'lishi mumkin, qaysidir nuqtai nazardan, qaysidir bir fikrni, qaysidir bir mubhamlikni ochib berish uchun bu asarga murojaat qilishdi. Va umuman asarning adabiyotshunoslikda tutgan o'rni naqadar yuqori ekanligi mana shu fikrlarning o'zidan ham ma'lum. Ikkinchi bir jihati shoirning shaxsi va shaxsiyatini o'rganishdi. Alisher Navoiyning adabiyotga bo'lgan qarashlarini o'rganishdi. Alisher Navoiyning davrida jamiyatda tutgan o'rnini ochib berishdi. Chunki ijodkorlarga bo'lgan munosabatlarini aytar ekan, ayni paytda ularga qanday munosabatda bo'lgan, ya'ni ularni qanday qo'llab-quvvatlagan, menga yaqinligi bor edi deydi ayrim ijodkorlar to'g'risida gapirar ekan. Va o'sha yaqinliklar nimadan iborat? Mana shularni bilishda Alisher Navoiy yashagan zamon, davr, ijtimoiy ruh, o'sha kayfiyat qanday edi, adabiy muhit qanday edi? Mana bu savollarga javob topishda Majolis Nafois biz uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan badiiyat namunasidir. Majolis ul Nafois Alisher Navoiyning g'oyat qiziqarli va eng hayotiy asarlardan biridir. U juda jonli va ravon tilda bitilgan. Har bir shoirga bag'ishlangan maqolalardagi jumlalar ixcham, fikr va baholarga boy.
Ular original tasvir, hazil mutoyiba, go'zal lavhalardan iborat. Navoiy birinchi o'rinda ma'no, mazmunni qo'yadi. Ko'p nimalarni tanqid qilar ekan, hech qanaqangi bir ma'nosi yo'q she'rini deb haligi salbiy baho bergan shoirlari ham bor va shunda albatta ma'noga e'tibor qaratadi. Mahoratga juda katta e'tibor beradi. Bitta bayt bo'lsa ham mahorat bilan yozilgan bo'lsa, kuchli bayt bo'lsa, u Navoiyni hayajonlantirgan haligi bayt. Masalan, bitta shoir haqida yozadi-da, uni bitta she'rini keltiradi va bir dona bayt. Shu baytni yozganing uchun deydi, Xudo uni rahmat qilsin. Yaxshi bir nimani keltirib o'tadi-da shu shoirga. Mana shunaqangi o'rinlaridan biz Navoiyni haqiqiy birinchi bir tomondan o'sha ijodkor sifatidagi qarashlarni biladigan bo'lsak, ikkinchi tomondan inson sifatidagi xususiyatlari ham, o'zini muallifning o'zining xususiyatlari ham ana shu yerda ochib boriladi. Bobo kalonimizning o'z davri madaniy hayotidagi ijodkor yoshlarga nihoyatda ehtiyotkorlik bilan qaragani, katta g'amxo'rlik qilgani, iste'dodlarning har jihatdan kamolati xususida qayg'urgani uni hamma zamonlarga hamnafas buyuk siymo ekanligidan dalolat beradi.